Kim bu odam? Ладно, Leleda. Bu aylanishga borgandik-ku. Bana aka, lekin чисто хуйнani aytibsiz-da. Keyin oxirida aytaman qanday yaqinlashib ketganimizni. Aha, qanday yaqinlashgan bular? Ularda оружие bor, pichoq ham bor, pistolet ham bor. 2 barmoqni yegandan keyin 5 ta barmoq bilan nima qildingiz aka? Koreysk saunaga telefon qildik. Shunda keyin baribir saunada kim qoladi hech bo'lmaganda, to'g'rimi? Yo'q, bu saunada emas faqat. Hamma narsani yechib yubordi. Voy, pidaraslar. Ko'zni ochyapman, o'zi osmonda ketyapman o'chib. Birga She'rda ishlagan tanishib, she'rda kompaniya. sevishib. Sen hamma narsani kiyib boradi. Toshkentda uyda yana odam bor edi. O'zi birga yotibmiz endi va bitta xonada. Ana shu gap aytyapman. Boshqa Fantastik show emas, gay show bo'lyapti. Nima show? Ushbu video ko'ngilochar show unda so'kinish, haqoratli so'zlar va 18+ kontent bo'lishi mumkin. Aytilgan va ko'rsatiladigan barcha gap so'zlar faqat hazil uchun va hech kimni kamsitish, ranjitish yoki haqorat qilish maqsadini ko'zlamaydi. Bu show faqatgina tomoshabinlarni kuldirish va hordiq chiqarish uchun yaratilgan. Agar siz bunday kontentga sezgir bo'lsangiz, ko'rmaslikni tavsiya qilamiz. Fantastik. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Bugun bizni yana bir ajoyib yangi sonimiz. Xullas, fantastik showni orzu qilib kutgan insonlar uchun yana bir show sizlar huzuringizda. O'ylayman, bugungi show ham juda ham qiziqarli, maroqli bo'ladi. Vaqtinglarni xudo xolasa maroqli o'tkazasizlar. Chunki juda noyob odamni biz taklif qilganmizlar. Juda noyob kasb egasi. Juda bir topilmas kasb egasi. Har kun ko'rmaysiz bu kasb egalarini? Yo'q. Da, juda topilmas. Noyob. O'zbeklar ayniqsa bu kasbda juda ham redga uchraydi. Da. Ular topadigan pullarini bilaman endi biz boshimizga sig'dira Men olmaymiz. sal topgandek bo'lyapman. Topibsanmi xayolingda? Donator emasmi ish qilib? Qayerdan sen bilding? Chutta turishlardan, Tushlardan. prichoskalardan. Shu dahshat. bomba. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelibsiz akajon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Agar sizni odamlarga tanishtirib o'tirish hojat yo'q. Siz shuni ham butun internet olami, butun media sizni taniydi. Kim Shunday bo'lsa ham Kim bu odam? Bu dastavchi kim? siz bizni mehmoni endi Yo, mayli mehmon, lekin kim hamma taniydi bu kishini? bizni taniymiz. Yo, bu kishi noyob Topilmas. ish egasi. Nima ish u? Noyob kasb egasi. Trakchi bu kishi. Trakchilar kam haqiqatan ham. Juda. Kamayib ketdi. Ayniqsa Bizdan trakchilarni, amerikalik trakchilarni o'zi hamma taniydi. O'zbekiston, TikTok, Big Up Life ahli butun hamma taniydi ularni. Menimcha bular shu vaqtini unumli o'tkazish uchun shu TikTokda. Yo, ular просто topgan pulni qayerga sarflashni bilmay, shu TikTok Iloji boricha saviyali narsalarga pul tikamiz. Big Up Life ahliga ehson qilishadi. Chunki u yoqda ancha nochor, qiynalgan odamlar juda ham ko'p, pulga muhtoj, ayniqsa qizlar juda ham qiynalib qolgan ayollar o'tirishadi. ko'ryapsizmi? Hatto qushlarni ham rizqi bor-da, ko'ryapsizmi? Amerikadan turib, Amerikadan turib rizqi bor. Trakchilarimiz topgan pulini shularga ehson qilib, savob ishlarga jo'nattirishadi, topgan pullarini. Aka, siz ham qancha pullarni ularga ehson qilib jo'natib turasiz? Jo'natgansiz. Hisoblab ko'rmaganmisiz hech? Yo'q. Sizni Chunki o'ng qo'lni qilgan chap qo'ling bilmasin deydi. sizni nickname'ingiz nima? Sizni mashhur nickname'ingiz Trakchi tog'ami yoki Trakchi papami yoki Trakchi Yo'q. bobomi? TikTokdagi o'sha sizni Nickname'ingiz. siz balki taniganlar aytar. Just Firdaus. Faqat Firdaus o'zi. Just Firdaus. Wow. Hamma mana bu zvezdalar bor-ku, TikTok zvezdalari. Hammasini siz chiqarib ko'targansizda. Через pastel. Oh my. Balkim hissamiz qo'shgan bo'lishimiz mumkin. Endi e'tibor bermaganmiz ham, yodda ham qolmagan. Aha. Endi shu chuqur bitta savolda, chuqur savol. Necha marta she'r davlat qilgansiz? She'r, ya'ni o'sha eng qimmat manimcha.
Siz ham bilasizmi Abdurash? Mana Mana pistirma turib sotaman ham onasan. sizdan o'shalardanmi siz jigarim? Endi bilasizmi? Men she'r ko'p, juda ko'p. Kommentariyalarga yozaman she'r. Asosan qaysi bir qiynalib qolgan nochor tiktokerlarga ko'proq donat qilardingiz? Shunday. Ularni ko'pi eslab qolmaganman, to'g'risi eslashim. Siz yoqtirgan shu ehson qilishni yoqtirganlari bormi orasida? Shu Niginami yoki shunga o'xshagan bir Chingiz ko'proq. Chingiz. Chingiz muxlisiz. Yo'q, men Chingizni Harry Potterdagi mana bu o'rmon qo'rquvchisi bo'ladi, o'shanga o'xshatardim. O'shani shun. Kim? Harry Potterdagi o'rmon qo'riqchisi. Ana ko. To'g'rimi? Menga o'xshaydigan. O'xshaydi lekin, to'g'ri. O'xshaydi. Chingizga o'xshaydimi yo'qmi? Nimaga shu savol ko'p? Gavdasi o'xshaydi. Aftichi. Yo'q. Men chiroyliroq aka. After Brad Pittga tortdi. Ya so'zlari ham mana shu Ma'noli bir. ma'noli anaqa. Siz ham juda ham trendda. chiroylisiz aka. Bugun sochimni Mahmud barbershopda oldirdim. Mahmud. Mahmudjon? O, Maxmu. Da. Maxmu barbershopdami? Da. Biz ham Men aytdim bormoqchi. nimaga sizdan buncha chiroyli Nur nur taralyapti aka? Boringlar, tavsiya beramiz. Maxmu Siz trak haydaysiz? Haydardim, hozir haydamayapman. Hozir kompaniyangiz bor. Traklaringiz haydamayapsiz, o'zi yuradi. Siz Traklaringizni trak haydatyapsiz. kompaniyangiz bormi aka? Trak kompaniyasi. Meni Aziz degan o'rtog'im bor. Sizlar sherik. Sherik. Bu o'rtog'im bilan endi bu eshitsangiz, biz vaqtda trak haydagan vaqtlarimiz Las Vegasda. Xuddi mana shunaqa bir 11-12 oqshom Las Vegasda aylanib yuribmiz. Bu o'sha sizni qiziq voqeangiz. Biz o'sha intiqib kutgan Aka, ekan. Endi menda ko'p qiziq voqealar. So'ramasak ham akamiz. Qani sababsiz tilagansiz aka? Mana o'sha o'rtog'im bilan juda ko'p voqea bo'lib ketgan. Lekin o'zi o'rtog'im hozir ofisda, kakishlik bilan galstukda normal endi. Normal pastda yaxshi joyda o'tiribdi. Yaxshi ishda o'tiribdi hozir. O'sha bilan Las Vegasda aylanib yuribmiz. U kishi kamera olgan, kamerani endi birinchi sinov muddati videoga olyapti. Las Vegasda. Las Vegas public city. Kim xohlagan joyini videoga oladi. Aziz videoga olib kelyapti-dagi, mana bu 2-3 odamlar turgan, ularni ham videoga olyapti-da. Bilsak, u odamlar обычный odamlar emas ekan. Nima u? Tashpoqalarmi ular? Yo'q. Yo'q. Aka, o'zi siz kulgili gap gapiryapsizmi? Yo'q, siz qarang-da, u kulgili gap ham bor ichida. Nima buncha voyma qilib gapiryapsiz? Chunki voymas katta-da aka, yerda hayot mamot vaqti ketdi. Kamera bilan nimani syomka qildilar? Kamera bilan do'stim syomka qilyapti, biz oldinda ketyapmiz, u syomka qilib kelayotgandi. Nimani syomka qilyapti? Atrofda, shaharda. Aylanib yuribsizlar. Birdaniga Bu kelib, mana men keldim. u jo'ram просто tak kamera olmagan. $5000 kamera. Amigos. Abdurash, Dastavka keldi. nima zakaz qilyapsiz? Siz zakaz qildingizmi bo'lsa? Pizza Oh my mana. goodness. Dordash, ovqat zakaz qildingizmi Abdurash? Amigo. Hey brother, how are you? Yeah. You speak you speak Russian? You speak Russian? Да, говоришь, да, брат? И как зовут? Это твой знакомый, что ли? Aziz. Do'stim, Jigar? O'zbek bilan tanishibmilar? Jigar? Qoyil ana. Jigar, keling. Hozir sizga gapirib turdim. O'tiring, keyin Hozir sizga o'tiring. gapirib turdim. Assalomu alaykum. Bu pizza yeysizlarmi? Pizza yeysizlarmi? Abdurash, Kim zakaz berdi? Bilmadim, siz zakaz qildingiz pizzani? Aka, Pizza o'tiring, zakaz 5 minut gaplashaylik aka. ovqat temasi Ya, sizdan 5 so'rash minut kerak. aka, 5 minut. Я не понимаешь, брат. Mehmon keling, o'tiring, O'zbek понимаешь? O'zbek понимаешь? Aka, o'tiring, Aka, keling, 5 chaqiramiz, minut, aka. keling, o'tiring. O'zimizdan ekan. Shqolli haqiqatan ha. Keling qara. Nima gap aka? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, endi. Такой неожиданно. Siz dastavkada ishlaysizmi? Men sizni hozir maqtab turdim. Hozir siz aytayotgan o'sha anavi trak kompaniyasi bor, ofisda ishlaydigan do'stingizlarmi o'zi? Seriozmi? Bu odam dastavkada yuribdi-ku, mana qarang, siz mashinnikmisiz aka? Siz nimaga trak kompaniyada ishlaysiz? Bu dastavchiku bu kishi. Tushundingiz, bu kishi уже Balla. yaqinda ochdi kompaniyani. Ko'tarilib ketdi, уже yozuv chizib boshlanyapti-da bu kishiga. Bu kishi men dastavchiman deb o'zini ko'rsatib yuribdi. Ay, balla. Bu maska, fantastik. Короче, этот, ладно уж, spalili da, ko'rdilaringiz. Aha. Xullas, bunaqada Amerikada qanday mana biz yerda tam daraxtdan pul olamiz-ku. Sizlar hammalaring sahar bilan turib olasizlar-da, men uxlab qolaman o'sha payt. Keyin majbur tracking
safety tam fleet tam dispatching qilaman, undan keyin durdashga ham chiqib turaman-da. Uje menga pul qolmaydi-da, daraxtlarga chiqaman, yo'q uje. Yerda yo'q. Shunchalik ahvol yomonmi Da Amerikada? majbur keyin parallelni nima dastavka hamda shunga bu ham Aka keshku narx nimagadir ikkalaring cho'ta kelishmaysizlarmi deyman-da uncha. Bu sizni tanishingiz ekan, jo'rangiz ekanlar. rejimni to'g'rilashim kerak. Sahar bilan xafa bo'lganim turish bugun turishim Mahmud kerak. Marbil shopga bormaganda ahvolni qarang. Yo'g'i? O'shanga sal bu kishi bilan. Ha, baljon bo'shlashingiz kerak edi ikkalaring. Bo'lyapti bu yoqda. Nima Bilmadim aka, ular Bu chaqirdi. yerda Las Vegasdagi voqea bo'lyapti. Bu aylanishga borgandik-ku. voqea aytib Ha, beryapti. qiziq Siz bilan voqea. bir voqea bo'lgan ekan, birga Siz bo'lgan plus ekansizlar. 18 syomka qilgan ekansiz. Las Vegasda qanaqadir syomkalar bilan Nima shug'ullangan video ekansiz. Nimadan syomka qilgansiz aka? Las Siz Vegasda. hammasini suyuq qilganingiz ko'rgan narsangiz. Ha, endi nima blogerlik endi boshlamoqchi edim o'shanda. Yaxshi qilibsiz Keyin. boshlamasdan. Da keyin Aka to'g'ri yo'ldasiz aka. boshlamagan ekansiz. shunga to'xtatdim, mana durdashga o'tdim, normal. Yaxshi aka. Qanday aka, yaxshimi? Da, xudoga shukr, yaxshi, normal. Ajoyib. Tiplar narxini tiplar Konkurensiya katta, ha? Konkurensiya katta? Tip bormi sizlar beringlar? Kechki paket. Mayli. Ya hozir Abdurashid beradi, Abdurashid. Ha. Keyin hisob qilamiz aka, esiz Hop, hop. Bitta qanaqadir ajoyib voqea aytib berdilar bu kishi. Ha, bitta eshitaylik Las shuni Vegasdagi o'qigacha. o'sha. Aha. Biz aylanib yuribmiz. Bu kishi kamerada olyapti. Qimmat kamera, juda qimmat o'zi. Aha. Bu kishi endi kamerani avaylab videoga olyapti. Keyin birdaniga biz oldinda ketyapmiz. Birdan o'sha qimmat kamerasi uchib kelyapti-da, oyog'imiz tagiga parcha-parcha qoldi. Wow. Qimmatga olingan kamera. Qimmatga olingan kamera. Bu kishi yo'qlar. Kamera o'zi uchib keldi. Bu kishi yo'q, kamera uchib kelyapti. Men yerdan syomka qilyapman deyman bu kishini. Yo'q, kamerani yonida yo'qsiz-da. Keyin shunday qarasak, Aka, yaxshimisiz? o'sha vaqtda ham havo yaxshi edi. Charchamaysiz. Keyin Ko'rinmaysiz aka. orqaga shunday qarasak, bu kishini o'rab olgan. Proga kelib turing aka. Futbolka zo'r ekan sari. Kim bilan Futbolka? endi? O'sha narko baronlar deymizmi yo o'sha Juda obishni mayqara. holatmi? Bu nima? Haqiqatan buni yechib borib bunga kiyishingiz kerak. Salonlarga. Sen yoshimingni ber yo. Haqiqatan futbolkani ber. Futbolkani almashtirsak. Sizlar menimcha mana bu nimada kiyinish xonasida almashib qolgansizlar. Shoshilib, kimdir kiyib ketgan. Endi menga qiziq Yeching, hozir. yeching. Yo, yo. Men sizga futbolkani beramanmi? Yo, yo. Yo'q, brutni menga Yo, yo. berasizmi aka? Bu kishilar oldin Beeline ishlatgan O'zbekistonda, shuni anaqa qilyapti. Shunda. Beeline bir qadam Beeline, oldinda. Bir qadam oldinda. Ha, keyin juda ham qiziq istoriyaz akajon, keyin. Keyin bu kishini o'zi o'rab olgan. Aha. Aka kesib oldim. Odamlar o'rab olgan. Bu kishi o'zi, bu kishi gapiryapti. This is a public city. Bu kishiga kelyapti, kameraga olish mumkin emas. Nimaga bizani kameraga olding deyapti. Bularni kamerasiga ular случайно tushib qolganda. Tushib qolgan. Endi ular savdo Kamera qilayotgan. tekshirdingmi? Yo'q, Hammasini? kamera mayli, Savdo qachon kulish qilishgan kerak bo'lgan. bu gap akajon, qachon Yo, kulish kularga kerak ham- bu yerda. Abdurash juda ham qiziq a bizga ishlar. Juda qanaydir endi bilmadim, men hater emasman aka, lekin chista xuynan aytyapsiz-da, real qanaqadir gaplaringiz. Realniy voqea, realniy voqea. Keyin biz qarasak bu kishini o'rab olgan o'zi pichog'i ham bor ularning qo'lida. Boshqa orужие ham bor ularda Abdurash topiladi. Dashev akam nima qildi deb o'ylaysiz do'stlarini? To'xtang, o'sha To'xtang, o'rab olgan. nima qilgan shu payt? Kamera Oyoqda o'chib kamera kelgan, o'chib o'qintaga keldi, daxli Abdurashid. odam qo'lida pichoq nimadirlar, короче, nima bo'lgan shu? O'rtog'im o'rab olgan. Nima deb o'ylaysiz? Savol. Ya, Nima, azza siz nima kamera qildingiz? bo'lgan. Variant. Zo'r Variant. bo'ldi-da. Shunday shekilli. Endi mana bu ko'rinishlardan juda yaqin do'stga o'xshaysizlar. Men o'ylayman Bu hali keyin oxirida aytaman qanday yaqinlashib ketganimiz. U vahshiy yaqinlashib ketdi. Qayerda yaqinlashdilar? Aka siz eshiting, hay? Las Vegasda bo'lgan ish, Las Vegasda qo'shilib nima qilasiz? O aytib o'tgan gaplari. Chikagoda bo'ldi. Chicagoda bo'lgan bu narsa. Chikagoda. Las Vegas voqeasi Chikagoda tugadi. Yaqinlashganlaridan keyin tugadimi aka? Abdurash bular nima qildi deb o'ylaysiz versiyangiz? Yo'q, savol. yo'q, bitta savol bor o'zi bu yerda aka. aha. Bular qanday yaqinlashgan bular? Keyin aytib beraman dedilar. Normalmisizlar? Menga qarang. Aka, Bu Endi yo'q, zato manimcha Beeline emas biz manimcha to'rtta o'rab olgan odamlar yordamlashishganda. Sizni Xo'p, qarang, versiya qanaqa versiyamiz. Bu kishini o'rab olishgan odamlar, niyati yomon odamlar. Necha kishi bo'lishgan ular? ular bir 5-6 kishi bor edi, u yoqda yana bir 10 kishilar bor edi. qora edimi, oq edimi? Qora. Bilat. Bo'lmasa kelishgan oldilariga bu kishini, mana varianti bunaqa. Kelishgani. Hey boy. You сделал большую ошибку degan. Keyin shuni kallarda ushlagan. Bundan keyin sen oqmassan, bundan keyin sen ham qorasan degan.
Да что ты, черт побери, такое несешь? Xorasan degan. inobatga olamiz. Tushunmaganlar bu kishi. Ya Abdurashid ham juda yaxshi tushundi. Savol boshqa edi lekin bu. Da? Bu yerda savol bu odam bu voqeani kuzatib nima qildi do'sti uchun degan savol berilgan edi sizga. Ha, yo'q, Ha, siz ana o'rab olgan odamlar nima gapirganini aytib ketdingiz. Samandar akadan Juda ham variant to'g'ri eshitamiz. javob berdingiz. Aha, rahmat. Gapiga Sizdan qo'shilamiz. eshitamiz variant. Men aytaman, siz nima deb o'ylaysiz? Savolni to'g'ri tushundingizmi? Endi to'g'ri Faraz odam. qiling. To'g'ri odam. Do'stingiz Abdurashid Aha. 6-7 kishi o'rab olgan. Aha. Qo'ldagi kamerasini olib otib Otib yubordi. olgan. Qo'lda pichoq ham orужие bor. Nima qilasiz? Asta arqamga qarab ketaveraman men. Nima qilaman? Abla. Juram uchun o'ylashim kerak do'stim. Asta arqamga shuni qayrilaman. Do'stim. I'm sorry, Ma'lum sana nogut do'stim. English deyman, Men tamom. bu odamni tanimayman. Tanimayman, agar qanday taniyman deyman. Siz varsa, siz versiyangiz qanaqa? Aha, men o'ylayman, yo bular endi bam qadrdoni, do'stku. Endi Setaki. uncha ko'rinmayapti lekin. Hozir kelishlardan oldin yamonlab o'tiruvdilar-ku. Ya, setaki bu odam ichi achiydi-da, uni 4tasini ichiga tashab, просто tak tashab keta olmaydi-da. Tushunyapsizmi? Borishga duxi ham yetmasa kerak. Ha, endi buncha odamni qoravoylar temborlarga do'stim, meni kechir degani surib yuborgan. Biz qabul qildik. Ha, Bizlar eshitdim. 2 kishimiz. Bizda variant bo'lyapti o'rtog'imizdan, o'sha 3-sherigimizdan urushamiz. Do'stimizni himoya qilamiz. Lekin ularda orужие bor, pichoq ham bor, pistolet ham bor. Nima Siz qilish? yoningizda yana do'stlaringiz bor edi. Ha, 3 kishimiz. Siz Razaka ularni degan akamiz ikkovini bor edi. yuborib, o'zingiz yana qarab Yo'q, turgansiz. U kishi уже urushgani ketyapti, уже ajrataman deb. Siz Jahl orqada, bilan. siz orqada. Men aql bilan ishlayman, nega men aytyapman. Qanaqa o'zimizdan ekansiz-ku aka. Men aytyapman, Azizni asta olib chiqib olaylik. Bu xayolida green kartasi kelgan, borganda aqlsizlikda, prям ajrataman deb bor, bu aqlsizlikda. Hayot va mamot ketyapti-da. Do'stona emotsiya bilan borish mumkin-da. Chopgansizlar, aka. Aqlli bor odam o'ylaydi, men borsam, u aqlli odam bormaydi-da, u Yo'q, aql bilan bormasdan aql bilan qanday ish tutish mumkin? Aql bilan aka? ish tutganimiz uzoqdan sorry brother. Sorry. Yo'q, He's crazy. bechora azzagan panqat bo'lib yerda. Pidaraslar. Yo. Azzakani короче urgan bular chetdan o'zini jinnilikka ko'rmagani solib turgan. Keyin shuni Azzaka kelganda uchovi o'tirgan bo'lgan. Voy pidarazlar. Yo'q, pidarazlar demagan Pul yo'q deb shashlik urib o'tirsalar. Yo'q. Az bunaqa demagan bo'lardi. Ha, do'stim kelolmaydi deb o'ylaganmiding derdi, hech bo'lmaganda, to'g'rimi? Yo'q, Xudoga shukr qayman. Yo'q, azzaka yillar o'tgandan keyin menga o'xshab chiqqanlar, aftlari yig'ilib ketgan, aftlari qichib qolgan. Do'stim, qaytib kelmaydi deb o'yladim. Mana men qaytib keldim, do'stim. Mana men Dasturga qilyapman hozir. Yo'q, vijdoningiz qiynalmadimi o'shanda borib yordam berish, bunaqa? Juda qiynaldi. Masalan, mana shu do'stimga bitta tikon suqilsa, meni yuragim og'riydi. Ko'tiga suqiladimi, qo'ligami farqi yo'q. Sorry. Yo'q, o'sha harakat qilan ekan azzaka. Yaqinda ko'zim bilan bunda ko'ryapman. Firdavs keladimi yo'qmi? Dargi brat kelmoqchi. Davay solamiz deyapti. Lekin bu kishi aql bilan ish tutib, yo'q, to'xta, borma. U akani ham to'xtatdi. To'xtashi nima bo'lar ekan? Qiziqdi. Men o'zim bitta qiziqadi. To'xtashi nima bo'lar ekan? Oxirigacha ko'raylik. Firdavs aka, bu prichoskalaringizga qarab, men siz bir normalniy odam deb o'tiribman. Yo'q, baribir bir kishi. Yo'q, baba Siz qizda do'st qadrini bilmaydigan odam ekansiz. qizda nima bo'lar ekan? Do'st qadrini bilmaydigan odam. Men Просто o'sha situatsiya shunday bo'ldi. situatsiyani endi men to'g'riladim. Ularga aytdim. Dars bo'lgan. Bu dedim, Krisha dedim, bunga e'tibor bermanglar dedim. Bu dedim, atrofi kamera bilan olmasa bunda kasallik bor dedim. O'zi yaxshi ko'ra olmaydi deb buni endi sal do'stimizni anaqa qilib olib chiqib ketdim. Bu kishi ham dedi, chiqib ketdi o'rtadan. Sorry dedi. Tinchlik bilan Chunki tugadimi? aka, u pistolet bor, orужие bor. Siz kamera ketdi lekin, ha? Kamera return qilsa bo'ladi. Sug'urtasi bor. Kamera ketsa, do'stimiz ketmasin, bizga do'stimiz muhim. Uni juda Do'stimiz muhim bizga, to'g'rimi? Lekin Olib chiqib ketdik. haqiqatdan kalla bilan chiqdi. Do'stim xursand bo'ldi. Bitta o'pishinglar endi. O'pishinglar. Bitta Gorka! Mayli, qayt. Bunday demadim. Bunday emasmi? Keyin u temalar o'tdi, yo'lga chiqib keldik, Chikagodamiz, sovuq. Keyin qanaqadir bayram edi o'sha vaqtda. Yangi yil. Gay parad. Bizlar eson omon bu kishi kelganiga
eson-omon yetib kelganimizga sog' salomatligimizga bu kishi bilan o'tirdik. Restoranda ovqatlandik, hammasi. Besh barmoq. Besh qo'y barmoq. so'yib ehson qilish kerak edi-ku aka. Bu kishi haq berdi tirik qoldirgan. Aka bunaqa variant o'ylash, unaqa situatsiya qiyin. Hazil bilasizlar, Chikagoda nechta durdashchilar o'lgan mana Qoralar rayonida. Bu real. Shunga men xursandman. To'g'ri variant bilan olib chiqib ketdik-da bu kishi. sal qolgan. Jo'ram yumshoqligi, ana o'zini orqaga tutishi kerakli joyda. O'sha payt foyda bergan. Gruboyda aytganda zadniy berishi O'sha payt foyda bergan. foyda berar ekan. Shunga Bu kishi xursandligidan bizlar 5 barmoqqa olib bordi, 5 barmoqqa bordik, 5 barmoqni yedik zo'r. Endi men sizlardan 5 barmoqni yegandan keyin 5 ta barmoq bilan nima qildingiz aka? Yo'q, men oilaliman. O'sha payt uylangan edingizmi? Keyin bu kishi aytayapti 5 barmoq bo'ldi, endi men sizlar saunaga boraman. Cho'milamiz deb. Xursandchilikda baribir tirik odam bitta tug'ilganda bo'ldi-da qayta. Ko'rsatgan. Keyin saunalarga borib, qanaqadir bayram ekan saunalar. Istoriyalar yo'qmidi? Yo'q, o'sha istoriyalar aytaylik. Meni keyin yomon tushirdi-da. Nima bo'lgan? Mani shunaqa tushirdi. Haligacha agar kim Amerikaga kelsa aytaman, o'shanaqa saunaga bormanglar. Bunaqa jo'ralar bilan. Yo'q. Qanaqa sauna ekan u? Bu kishi meni olib bordi. Endi abishi saunalarga bordik, yopiq, bayram uchun yopiqmiz deyapti-da. Ishlamaymiz deyapti. Keyin bu kishi koreysk saunaga telefon qildi. Bu kishi borgan ekan koreysk saunaga. Men bormaganman aka. Azaka. King saunami? King sauna. O, zo'r joylar. Qanaqa joy ekan? Ayting, biz ham bilaylik. Astag'firullah. Biz faqirlar ham bilaylik unaqa joylarni. Bilar ekan ku. Yaxshi joy. Keyin Bu baliq boshidan sasib degan rost ekan-ku. Aka? Yo'q, aka. Yo'q, shunaqa joyki, u yerda onadan tug'ilganda yurasiz. Men aytib beray. Emotsional aytib beray. Men shunday bordim-ku. Bordim bu kishi olib bordingda hamma kiryapmiz. Men shunda keyin baribir saunada hech kim qoladi-yu hech bo'lmaganda, to'g'rimi? Yo'q, u saunada emas faqat. Bu kishilar qarasam, bu nima qilyapti bular deyman. Bular onadan tug'ilgandek bo'ldi bu kishi aytganday. Hamma narsani yechib yubordi. Men aytibman, men yechmayman deyapman. Men yechmayman. Kiraman desam, tepaga saynos qo'yibdi aka. O ochiq joy edimi? Bu kishi yechinganlarni siz ko'rdingizmi? Ochiq joy, o'zi yozib qo'yibdi. Yerda ko'rishingiz, yerda polni cho'milasiz. Mumkin emas. Kimsiz? Aka, yo'q, nimaga faqat hayron erkak qolibsan? Bitta bir Faqat nimaga hayron erkak qolibsan aka? Nimaga hayron qolibsan? Yoshligingda ota bobosini olib borgan-ku. Mana olib borgan. Esingdan chiqadi banalar. Shuni kirasding. Tipa yoshlikka tushganday bo'lasiz. Hamma nimalar, yaramg'ochlar yurasding. Nima kerak? Bir marta borganman, unda ham turistda cho'milganman. Bir marta ko'rganmisan, bedust nimalari? Aka, lekin o'shanga bitta boring. Unda lekin o'shanday holatga tusha olmaysiz. Yechasiz majbur. Yo'q, Mumkin emas, kirgizmaysiz. Mumkin emas. Xo'p aka, qarang. Keyin mumkin emas. Aka, men qotib qoldim o'zi. Boramiz. Bu kishi mendan o'ch olyaptimi deyman, nimaga meni bu yoqqa olib bordi deyman. Soat nechi pul aka? Rolex. Rolexmi? Nechi pul aka? Tisotdan. Mani ko'tib qo'yib. Shular hammasi sud qiladi. Nima qani? Qanaqa? Aka, rostdan yechib qo'ying, ko'tib qo'yadi mana. Yechib qo'ying, hozir yechib qo'ying aka. Mana, Samandar aka. Bizga kelgan odam yechib qo'yadi nima suvatini. Bo'ldi. Ikkisi qo'ling. Ya, po'qi mayli, qilaman mayli. Bo'ldi, shuni tursin. Bo'ldi, shuni tursin. Tursin. Hozir. O'sha aka. Aka, hozir Men sizga maslahatim bormang. eshitdim, nima kulgili gap edimi? Endi qarang. Sizga savol Abdurash. Vaziyatni tushundingiz. Sizni do'stimizni do'stlar saunaga olib bordi. Unda unaqa holatga tushmagan edim deb. Yarashdimi aka? Yarashdimi? Juda. To'gi nima bo'ldi aka bilan nima hodisa yuz berdi deb o'ylaysiz? Xo'p, bu kishi tushunganimcha, bu kishi hamma yalang'ochlarni oldida 70% uni shishma, hamma chaynizlar. Yap yalang'och, qizlar ishlaydimi o'rda? Qizlar ishlaydimi? Erkaklar, faqat erkaklar. Erkaklar faqat. Hamma erkaklar bilasizlar, chaynizlarda ozgina unaqa odatlari bor, ular nima qilmaydi, tozalamaydi. Itakdalik. Xo'p, keyin bu kishi o'tiribdilar. Bu kishi o'tiribdilar. Daha shunaqa odatlari bor. O'tiribdilar, bakruk hamma joyda onadan tug'ilganlar. Ular majbur onadan tug'ilgandek bo'ldi. Nima degani u onadan tug'ilgan nima qiladi u? Bu kishi o'tiribdilar-yu, hamma joyga qarab, atrofga qarab, Tusi atrofni go'zalligini qara dedi. Meni hayotim oldingidek bo'lmaydi endi, deylar-yu. Mayli, bo'lsa deydi. Bu kishi ham shuni yetib tashlaydilar. Yap yalang'och bo'lib. Keyin shunday borib, hamma o'tirgan joyda bu kishi ham bolalar shunday o'tirlar. Shima haydina kinasan. Oxoyin kinasan, oxoyin kinasan deylar. Firdavs aka, to'g'risini aytingda, endi erkakcha davra berdi. Hamma to'g'ri tushunadi. Firdavs aka, eshak bilan biron bir aloqa bo'lganmi masalan? Qo'ying.
Biz faqat nima bir Da bo'lgan uni yashirmaymiz. eshak bilan nima Da holatlar bo'lgan. chunki eshak bilan ota bobolarimiz ham mana bu bizlar o'tin maydalab toshib kelardik, o'sha ko'p xizmatlarimizni uzog'imizga yaqin qilgan. Da. Eng yana nimangizni yaqin qilgan? arzon eng Yo'q, arzon boshqa. transport bo'lganda, to'g'rimi? Da, bepul. Faqat mehnat. Men to'g'riman unda so'rayapman. Men ham to'g'ri javob beryapman. O'zi siz kulyapsiz-ku o'shanga. Yo'q, o'zim ham eshak deganimga darrov. chaqmanda. Nimaga jo'ram usiklov aka? Yo'q, qarang qanday bir Aka, kuyov bo'lsa arziydigan yigitga. tilingizga shakar. Aka, menga qarang. Bir-biriga patqon urib o'tiribdi. Yo'q. Bo'ldi, общение qilaylik, давай. Mashinalarga tit qo'yib yuborasiz. Menga qarang aka, qo'ying bularni. Sen nimaga hamma kelgan odamlar o'pishlaysan? Chunki yaqinlashgan do'stonda qarasam aka. Koreys saunaga boradigan bolalar ekanda degan. Jo'ra, sen bizlar futbol komandada. Bizlar futbol komandada. Bularga xitoylikni qiyin. Sen Xullas, Biz sauna haqida gapiryapmiz. Siz Xullas. esiga tushib ketdi. Kimda kim Amerikaga kelsa, koreyskiy saunaga bormasin. Koreyskiy saunada nima bo'ladi aka? Bormasin. Bitta savol. Sanobar so'rab qoldi. Onadan tug'ilgan degan nima degani? Saunaga borib qanday yerda begunoh bo'lib chiqasiz? Yo'q. Nima bo'ladi? qanday solishtirish mumkin haqiqatan aka? Onadan tug'ilganday bo'lasiz. Nima qiladi u yerda aka? O'shanda ko'rasiz aka. Aytishga til ojiz hozir. O'sha holatda eslagim kelmaydi. Tomoshabinlar uchun qiziq bu narsa. Nima qiling? Menga ham qiziq. Da. Men nima qilaykan? Onadan tug'ilganday qilib, sizni boshqatdan chiqarib yubordim bu teshikdan. Qanday onadan tug'ilganday ko'raykansiz o'rdan? Yo'q, onadan tug'ilgan degani hech nimasiz qolasiz. Badan o'zi Yangilik emas. Golda, na ruskida. Siz переводчикизmi? Siz переводчикизmi? Bu kishi. Men uni beruvchi. Siz переводчик. Xo'p, Aziz aka. Endi qarang, sizdan so'raylik. Nima maqsadda bu yog'ini u yoqqa olib borib, Qayerga? uncha nimalarni orasiga tashladingiz? Yo'q, o'zi na samом деле o'sha kuni biz ruskiy saunaga bordik, lekin ular O'sha ruslar ish kuni bo'lmagan. ruslarni bayrami-ku, yangi yil, tipa серьезный bayram. Ular aytdi, biz bugun ishlamaymiz. Bular sauna borishligi xohlayapti, qattiq. Bular menimcha boshqacha saunaga borishni xohlagan. Bilmadim, endi sovuq-ku Chicago dekabrda, tipa по-любому sauna borish kerak. Ha, men aytdim, okey, bitta sauna bor, faqat no tomoni bor. Qanchalik internet. Keyin bordik. Bo'ldi. Keyin bu tursukda baribir kirmoqchi bo'lyapti. Qaytarib yubordi. Buni aytdi, Bizda faqat ko'tyalanlar kiradi. gollar kiradi. Bizda faqat ko'tyalanlar yashaydi. O'rtog'im mana ketyapti. Hay. Ya endi menga qiziq aka, siz nimaga tortinyapsiz? Endi avrat Siz bu kishini nimadan komandasida emassiz? Yo'q, bitta komandadan. Nimaga biz tortinasiz haqiqatan? O'sha vaqt tortindim, aka, baribir endi birdaniga o'sha vaqt yechib tashlayapti. Qanaqa bo'ladi? Aka? Massaj olmoqchiman. Aytibman, mayli, men krizmangda men cho'mib, просто massaj olaman. Qarasam, massaj stolda ham shu ahvolda, aka. Yalonga cho'tasiga olaman. Siz ayol kishi massaj qiladi deb o'ylab kirgansiz-da u yerga. O'sha vaqt shunaqa bo'lgan. Aka, o'sha paytda mikrofon bittami? vijdoningiz bormi? Mikrofon hozircha pulimiz yo'q aka. Xotiningiz bir ko'zingizni oldidan o'tmadimi o'sha paytda aka? Iltimos, Qaysi vijdon bitta bilan mayga yerga borib bitta mikrofon olib beraylik, olib beringlar iltimos. Bo'ldi. To'rdashdan aniq qilish kerak. Ozgina To'rdashda qattiqroq ishlasam yana seyf qilib. Sponsorlik qiling aka. To'rdashda. Menga qarang aka, bir hafta ishlaymiz, uxlamasdan bizlar uchun iltimos. Bo'ldi. Rahmat aka. Bir haftada ko'p topadi. Yaxshi sponsorlar kerakda. Biz shu reklama qilib beramiz, чтобы nima zakaz qilsanglar mana shu Menga qarang aka, bizga kerak emas mikrofon. Menga qarang aka, pasta bor-ku, bizlar sponsorimiz zo'r. To'rdash Bizlar sponsorimiz dahshat. Bizlar sponsorimiz va bratanimiz ASA kompaniyasi boshlig'i ASA Pro Truck. Truck kompaniyasi bor-ku, o'sha truckingiz buzilib qolsa, ASA Pro Truck kompaniyasiga, ya'ni mana shu biz mana shu syomka qilayotgan ofisimiz joylashgan pastida repair bor, bemalol olib kelsanglar, trakinglarni Ko'chada buzilib qolsangiz ham, boshqa shtatda bo'lsangiz ham, olib kelamiz tortib. To'yinlar bor. Ko'chada qolmaysiz. Xizmatlari ham. Zubaydullo aka bilan lichni tanishmiz, ko'p yordam qilganmiz. Hozir paxta qo'yaptilar. Nima? Paxta qo'yaptilar. Yo'q, endi sizlar paxta qo'ydilaringiz, как бы davom etyapti. Sizlarni aytdik. Men ham kakes aytyapman. 3 marta trakimni remont qilganman, all good, yaxshi hammasi. Hozircha aka,
Hozir qanday? Hozir. Endi xizmatlariga buzilsa yana kelamanda. Keling akajon, unaqa qilmang. Kanallar bor, gruppalar bor, javob beriladi vaqt bor. Esiga kelgandan keyin tragi buzilmayapti. Aka, Bilasizmi hojat, chunki sifatli remont qilishadi. Sifatli tuzatib berishadi. Plus ASA Pro Track Da. Repair Shopni Bosh hammadaga hamkorimiz. traktor tog'alarga tavsiya qilamiz. Aha, Hazil yo'q. Traktor tog'lar hech kimni Reklama. birinchisidan tragi buzilmasin, ha. Tagidan shamol o'tsin. Endi mabodo buzilsa, shop Bemalol kelib tayyor olasiz. shop bor. ASA Pro Truck. Fantastic repair. Kelinglar escho. Aka, qo'lingizni nima qilgan? Qayerda kuydirgansiz qo'lingizni? Qo'limni Shu istoriyani gapir. Nima kerak? bu istoriyasi Pauna. kuygani. Aloqasi bor. Bu saunada Qayergadir u kishi. saunada kuygan menimcha. Sen do'stlaring bilan kelgansan? Abdurashid Ha. kuymagan. Nima bu jira? Bu Sanobarning tish izlari. Yo'q, saunaga aloqasi bor. Sanobar ishlagan. Bor. Ishlagan aka. Bor. To'g'rimi? Saunaga aloqasi borligi Ha, sababi o'sha saunaga borgandan keyin bir 2-3 kun o'zimga kelolmay yurdim, to'g'risi. Vijdon qiynalgan. Vijdon qiynaldi. 200-300 dollarini to'lab chiqgansiz. Ha, endi u yerda hammasi Va bu kishini moralli travma hisobidan olgansiz, moralli nafsingiz- travma oldim. Men baribir Abdurashid sizga savol. Bular nimadan bunchalik moralli travma oldi deb o'ylaysiz? Siz versiyangiz juda ham menga qiziq. Nimadan u yerda bunchalik odam moralli travma olib, bunchalik O'sha yetib borib qolman. Siz xayollan. Aha. Mayli. Bu shaytonlar bilan gaplashadi aka. Bo'ladi. Shaytonlar Naverni. bunga xabar yo'q. ungacha siz o'z versiyangizni aytib turing, mayli. Masalan, u yerda biron bir kattaroq narsa ko'rib, lablarida uchiq chiqqan Vo, bo'lishi mumkin. vo, men ham o'yladim o'shani. Kattaroq nima ko'rdi deb o'ylaysiz? Kattaroq. Kattaroq nima ko'rdi deb o'ylaysiz? Odam uncha darajada qo'rqib, qo'ligacha kuyib. Yo'q, masalan, Obishda qo'rqsa, ana nima? qoralar ham bor edimi aka? yo'q, qora kareslar bor edi. A nabarot. Kareslar bor edimi? Yo, nabarot bo'lsa-chi, men aytaylik. Kareslar bor edimi? Balki qora oqdir. Oq, qora Balki oq qora bo'lishi mumkindir. yashang. Nabarot o'rdakchasini ko'rmagan, bu yer hammasi mujik, o'rdakchasi yo'q. Tashboqacha kirgan ichkariga. Bo'lishi mumkin. Tashboqacha kirgan kallasini tiqgan ichkariga. Ya, bu Tashboqacha. narsadan odam qo'rqmaydi. Keyin bilasiz aka, bu kishi yarmi erkak, Menga yarmi qaraychi, siz birontasi qo'rqizganmisiz yoki? U qo'rqmaydi menimcha hech kim. Yo'q, men u yerda qo'rqmadim. Hech nimadan qo'rqmadim. Prosta menga o'zi yoqmadi o'sha atmosfera. Prosta Men menimcha- o'rtog'imga aytdim, meni ikkinchi bunaqa joylarga olib kelmang Siz u dedim. yerda olgan travmangiz, meni versiyam o'sha savol aytgandagi bir kattasini ko'rib, nimaga hayot bunaqa beshavqat? Hayotdan Yo, yo. xafa Nimaga bo'lib hayot ketdingizmi? bunchalar beshavqat? Ya endi aka, qarangda, qanday qilib odam saunaga kirib, qayt biz ham ko'rganmiz, biz ham shu bobom, dadam, bilmadim, Bu narsa amakim qabul qilolmaganda odam. Yo'q, menimcha. endi Ana shunday. qanday qabul Hayot qilmoqchisiz? bunaqa beshavqat bo'lishi kerak emas, sizda bundoq solishtirib odam juda hayotda xafa bo'lib siqilib, menimcha ancha o'zlariga kelolmay travma olganlar. Vijdonimga to'g'ri kelmadi. Potom yo'lga chiqib ketdim. O'sha narsa xayolimga ketdi. Nimaga o'rtog'im shunaqa joylarga olib bordi? Va shu endi Yosh boshida siz o'rtog'ingizni majburlab olib borgansiz-ku u yerga. aka bu kishi olib bordi bizni. Yo'q, siz olib borgansiz Siz o'sha boshida kuni. eshitib ko'ring. Ruski saunaga borgansizlar. Aha. Sauna yopiq bo'lgan o'sha kuni. Ruslar bayram qilib yotgan Koreysga kim bo'lgan. olib bordi? Keyin siz aytgansizki, biron bir massaj olaylik degansiz. Bu odam ko'ngli bo'shlik qilib yo'q deya olmagan, bu ko'rinishidan bunaqa yomon odamga o'xshamay. Nima qilasiz bir kishini oilasini buzib aka? Bu kishi yo'q deya olmaganmi deganmi men bilmayman, lekin menga to'g'ri kelmadi. Bu kishi oldin borgan ekan. Men bu kishi borgan bo'lsa yaxshi joy deb o'ylabman. O'sha unaqa atmosferadan keyin o'zimga kela olmadim. Yo'lga chiqib ketdim. Keyin sizlarga bitta savol. Vertolyot, masalan, siz taksi qilaman dedingiz-ku. Vertolyotda uchish qancha Chikagoda? Downtownda. Biz uchamiz, bepul uchamiz lekin har zamonda. Yo'q, men bakrachkada aytmayapman, vertolyotni aytayman. Vertolyotda uchish. Vertolyotda uchib ko'rmaganman, lekin orzuyim bor. Chikagoda emas, Alisher, naверное, $500-400 bo'lsa kerak, to'g'rimi? 500-600 o'rtasida. Aka, men $150,000 uchganman. Vertolyotda. Abdurashid, versiyangiz. Qanday? Stop. $150,000 da vertolyotda uchgan ekan. Nima chakkan juri? Ko'proq uchayotgan narsani chakib yuborgansan ancha. Menimcha Yo'q, aka. katta satilda bakalashkada Ma'lum aka, menga qara, bir kun kallangizni tiqib qo'ydingizmi ichkariga, samt ichiga? Aka, bir kun tiqib qo'ysam Shohjahon Jo'rayev bo'lib qolaman. Ya, bular realni uchgan. Uchgan. Mayli. $150,000. $150,000 siz
vertolyot sotib olsa bo'lardi menimcha. Yo'q, vertolyot Bo'lsa 1 millionlab bo'lsa kerak, 700-800. ishlatilgan Da. Endi aka siz to'laganmisiz o'sha pulni? Ha aka. O'sha pul to'laganmisiz? Eshiting? 150 ming dollarga bil keldi menga. Versangiz ayting, qanaqa? Manimcha bular nima radar padarga Endi mani bunaqa mani kallam ishlamay qolibdi bunaqa 150 ming. Mashinada pul ko'p-ku, Abdurash. Vertolyotda men uchganimni o'zim bilmayman. Ko'zimni ochyapman, endi qolit bo'lyapti. Yo'lda ketyapman, mana shu tema. Xayoldan ketmay o'zimda emasman endi. Uxlamaganman yaxshi. Tam tezligim katta Arizonadaman. Phoenix, Arizonaning yo'lida Phoenixga yetmasdan yo'ldaman. Juda katta tezlikda kelyapman. Birdaniga Vertolyotdanmi? treylerdan olov chiqib ketdi. Tragimni treylerdan. Balondan. Ichida dinozavr bo'ladimi? Yo'q, bilmadim dinozavr bo'lganini. Alohida chiqdi. Balonlar break pasda bir-biriga ishqalanib, olov chiqib ketdi. Men chekkaga to'xtadim. Sirasi. Bilasizmi? Meni ham inada butun borku butun olov chiqadi. Ishqalanib. Ana shunaqa holat bo'ldi. Lashkalar bir-biriga Tez yuramanku, yonib Tez ketadi. yuramanku, arqadan Ichki kiyim ko'p sotib oladi-da bu aka. Ko'rinyapti. Ko'rinyapti. Keyin aka, men endi treylerim yonyapti. Men endi qahramonlardek tushyapman-da ko'rsangiz. siz mayli qarang. To'xtab siz kimsiz? Siz ajdarg'o jangchisiz bilan. Manimcha treyler yongan-ku, insurance-dan mana buncha pul olaman deb o'xshamay qolganda. Men shuni aksiya stili oldimdan keyin borib, shuni padoshkaga sepyapman o'tsin deb. Padoshka portlab ketdi. Shu qo'limga degan. qo'limga rezinasi tegdi. O'shani eslayman, lekin men qoqib tayladimi? Nu bo'ldi bu yonadi ekan deb chiqdim. Politsiyaskiy sirazi keldi. 15 minutda keldi politsiyaskiy. Keldi, menga aytibdi, hammasi normalmi? Normal. Treylerga yaqinlashma bo'ldi, ketdi bu yonadi deyapti yuki bilan. Uni ichida sportivniy protein bilan telefonlarga keys bo'ladi, aksessuarlar. Aksessuarlar. Men hayron qolganim, politsiyaskilar yerga tushgan aksessuarlarni olib mashinaga solyapti o'zlarining mashinasiga. Holatdan foydalanib. Yaxshi ekan. Men aytibman, nimaga unaqa qilyapsizlar deb. Bular baribir garbajga hisoblanadi уже bo'ldi. Total. Ortgani o'zlariga ortyapti. O'zimiz vaqt. Keyin men yo'q, O'zbekistonda O'zbekistonga Amerikanlar bunday qilishi. Может. Men ham hayron qoldim. Keyin aytib, qo'lingga nima qildi dedi. O'sha qo'lim ana qo'yib ketganda, qizarib o'zlari qo'yib. Aytibman, bilmayman deyapman, o'zi sezmayapman ishman deb. Sen o'zingdanmisan deyapti. Ha, okeyman deyapman. Lekin boshim aylanyapti deb. Tutun yutkazsan deyapti. Qarang. Ya bitta Boshmalar savol. kutib tushyapti. O'sha voqea bu. Bu faqat ko'tga olib boradi. Hamma gapni borib. Boshmalar kutib tushyapti. O'sha, ha? Yo, savol Hamma gapni Savol qara. o'sha narsaga olib boradi. Savol qara. Qara. Politsiya kelib, yaxshimisan? Are you okay deyapti. Are you okay? What? Are you okay? Bilmadim, aka shu boshmalar kutib tushyapti. Yo, unaqa demadim. Men aytdim, shu boshim aylanyapti dedim. Akasi esida yo'q, akasi shunaqa dedi. Yo, esimda. O'sha yerda edi. boyagi odamlar shunday bo'lgan. Siz boshim aylanyapti. Abdash treylerdan tushgan nimalarni boshiga olib ketdi. Может. Esida. Dashna bo'l aka. Dalshi keyin skori keldi, skori mashinasi keldi. Nima? Ya buni chakmang bu yomon. Tamadami? Tutun bor, tutun. Men oldimda tutun ko'rsatmang iltimos. Keyin Hozir Marat Ramazov bu kishi. Bering demadi. keyin meni skori mashina Yo, shu bir kishi so'rasa berib qo'yaman aka. Ko'nglim bo'lmaydi. Yo'q deya olmayman aka, shu liboy odam so'rasa nima deyman berib qo'yaman. Aka, bir sekundda bilasizmi qanaqa xarakteri? Shu nimadir pul oldi-ku. Shu biladi, har safar shu pulni olgan odam bermaydi bunga. Keladi, shunday xursand bo'lib o'lik o'rli. Keladi, yondagi odam bitta pulingdan berib tur, iltimos. Ne qiladi? Yo'q deyish kerak. O'sha har safar yo'q deyish kerak. Mayli deydi, beraveradi-da har safar shunday qilib. Ko'ngil bo'sh akajon, qo'limiz Yo'q ochiq. deyolmaydi. Boshqa holatda ham. Boshqa holatda ham haydaydi. Luboy narsa aytsangiz haydaydi. Luboy narsaga? Luboy narsa haydaydi. Ko'yni bo'sh. Yo'q deyolmaydi. Jo'ra bo'lgansanda, Ha, ko'ngli bo'shlar bilan. Ko'yni bo'sh. Ko'ngli bo'sh. Ko'ngli bo'shi, ha. ko'ngli bo'lsa. Ko'ngli bo'sh, qo'li bo'sh. Boshqa Aka, bola shunday. bilan jo'ra bo'lmasdi bu. Shunday. Ko'ngli bo'sh, qo'li bo'sh. Aka, skori kim skori? Abdurashid bekorga do'st bo'lmagan. Da. Shunday. Bilasiz. Mana. Nima so'rasa yo'q demaydi. Mana yo'q deyolmayman. Juda yaqin Chunki- do'stlar. Yo, sizni ham ko'nglingiz Astagfirullah. Kuppa kunduzi berdi o'zini haqida gaplashyapsizlarmi? Ha?
Ye, Azzaka. Bu fantastik Nimaga bu faqat. aka? Bu qaysi ma'no? Mana qarang. Bu kishi bizlarni gravarimiz. Shunday. Bu baliq haqiqatan boshdan sas ekan. Biza kecha tanishgan odamlarmiz. Atak bular yoshlikdan do'st. Aka. Bularni yoshlikdan yoshligidan. do'st. Aka siz o'ylamang, sariq ishton, Juda qalin sariq ishtonlar havasi ham bunaqa Yo, qilmaydi. astag'firullah. Siz o'ylamang, sariq ishton hamma kiygani ham bunaqa normal odam bu kishi. Zarbratan. Bizlarni akamiz. Ha, o'zi bitta normalniy odam bo'lsa, u ham Samandar aka. qo'l bilan ko'rsata olmayman, o'zi bitta odam hamma Shunday. Shunaqa aka. Normal odam, normal. Biz просто chekkada. Normal odam deganda hammani xayoliga keladi o'sha kishi, to'g'rimi? Bu jo'ramiz tugatmadi. Xo'p, aka, skor keldi. Tez Kerak yordam. keldi skori. Skor kelgan, Men yurib, ovozim qo'ying. eshitiladi. Skor kelgan, ko'chaga kelgan skor. Ada. Ha, kelgan Yo, skor. yo, bo'lsa yaqinroq eshitadi. Kim skor cho'g'irdi? Foydasi yo'q-ku men kelishim. Nimaga men keldim? Aka, Ya kamera ishlashi kerak edi. Bizga Kamera ishlashi kerak Aka, edi. ishlasangiz bo'lmaydimi? Nima nimaga qilasiz? keldingiz o'zi siz? Ishlasangiz bo'lmaydimi? Men ketdim bo'lmas, majburlab o'tir dedilar. Sizni Endi Aka, majburlar o'tirasizmi aka? o'tirsa o'tiraveradimi? aka, O'tirsa o'tiraverasiz nima keldi bu joyda. Yana shu zadniy misllar. Faqat Xo'p, o'sha narsa. keyin skor keldi. Tez yordam keldi. Ha, sizga Meni tog'ga olib ketdi. O'sha atrofda o'zim biluvdim aka. O'zim biluvdim. Fantastik show bo'lyapti. O'zim biluvdim aka. Real Shunaqa. fantastik, вообще Siz shunaqa fantastik. yo'q favidin ekanligini biluvdim. Da. Boyagi politsiyskilar ham bormidi ularni ichida toqatsizlar? Yo, politsiyskilar Yo'q, qoldi. endi tasavvur qilinglar. Politsiyskilar o'sha telefon keyslarni oladigan politsiyskiy ekan, plus buni toqqa olib chiqar ekan, maishatganmi, nimaga endi olib chiqqan? Yo, mana anaga olib bordi. Punkti bor ekan, vrach punkti. Tog'da. Tog'da. Siz davolashdimi to'g'ri? Va tog'ga bordik. Sizni uzoq davolashga mumkin. Vrach punktiga kirdik. Chetda real. Yo'qni eslolmayman deysiz. Aka tog'da ana ko'rmadingizmi? Ko'rinmadi mana eshak? Yo, eshak yo'q ekan. Ha, eshak yo'qdimi? Keyin ana shunday yotdim, mana qo'lni tekshirdi, o'qildi, buqildi, spirt qildi. Kimga morfi berdi. Bu qildi. Ha, endi tekshirishdi-da. Bunisi qilgan. bu qildimi, u qildimi? Qaysi qildi aka? Yo, aniq ayting. Ana fantastik show. Bu qildi aka. Bu hammasi Yo'q, kim koreyskiy qildi? salonida bo'lgan. Bolalar otasi kim? Yo, Kim bo'ladi aka? Yo, u qildi, bu qildi, saloq salog'iga yetolmagan. Exact. Yo, aka nima qildi? Yo, nima qildi? Aka mana bunaqa istovasi qo'ymas. So'ramiz buni. Yo, nima qildi Firdavs aka, to'g'risi? Aka ayting. Bilaman sizga u narsa emas, mana bu narsa sizga moral travma bergan aka. Keyin menga narkoz berdi, men narkozga ketdim. Yeb bola. Ko'p. Voy pidarozlar! Narkoz berib azoblabdi. Lekin sizni o'ylabdi. Azob yemasin shu degan Firdavs aka. Sezmasin. Siz shunchalik ham bir qo'rqson odamsiz aka. Keyin shu bilan uchdingizmi? Keyin Yo, men nima? Shu bilan uchdingiz. Keyin aka Endi bilibsiz nima uchganingizni. bitta ko'zimni ochsam bori, osmon yulduz. Shahar, downtown, Phoenix downtown. Men vertolyotda ketyapman. Nima deb o'ylaysiz? Savol. Ko'zingizni yumayapsiz, ko'zingizni ochyapsiz, osmondasiz. Sizga savol, nima deb o'ylaysiz? Men o'sha vaqtda nima qanaqa holatga U tushdim? narsani biz his ko'rmaganmiz, Abdurash. Endi masalan tushib Endi ko'rsangiz. men o'ylashim mumkin. Shu bir ikki soatdan keyin tarqaydi, mayli qay deb o'ylashim mumkin-da. Inobatga olamiz. Siz nima deb o'ylaysiz, Samandar aka? Endi bilmadim, endi shu daraja kayf bergan bo'lsa. Narkoz yomon Sizni qilib eshitamiz. Yomon qattiq narkoz ekan. narkoz bergan. Yomon o'shalar ekan. Mendan Yomon yomon fikr chiqmaydi. Men to'g'ri tushunaman. Может, bu yerda tez yordam sizni vertolyotda olib ketmoq, tezroq o'lib qoladi deb o'ylaganmi sizni o'ylamanimcha. Men shunday ko'zimni ochyapman, atrof yulduzlar. Men o'zim ham ketib qoldim deb o'yladim. Unaqa vaziyatda odam o'ldim deb o'ylaydi. Ketib qoldim deb o'yladim. Qarasam, Qarasam realni ko'zni ochyapsiz, osmonda real uchyapsiz. osmonda, ha. Ketib qoldim deb o'yladim. Qarayapman, yonimda bitta medsestra. Hamshira. Sestra bilan ketayotgan ekanman dedingiz. Xuddi bu Keyin hayotga qarasam, osmon. oldinda bo'lganda sizda. Bo'lgan. Rostdan o'ylagansizda men ketib qoldim deb. Men ketib qoldim deb o'yladim. Ko'zni ochyapman, o'zi osmonda ketyapman uchib. Menga qarang, u qo'lingiz unaqa strashniy narsa emas-ku. Nimaga ular Ular vahima qilyapti. Vahima bizlar surgery qilish kerak buni. Yo'q, endi bo'lishi mumkin. Can I say? Okay, sure. Xullas, nima bo'ldi? O'zi Bitta bilmaydi-ku beton hech narsani. Bu tutun yegan o'sha ugar yutganda, yutgan. В общем, dim ko'p bo'lgan.
Shunga Meniki doktorlar sevgim tushunadi. bu уже o'zini tushunmaganda, короче, вообще Yo'q, ketgan. vertolyotga rostdan minganmisiz? Yo'q, xayolingizda shunaqa bo'lganmi? Aka, u o'sha Arizonani tog'larida vrachlik punktidan Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizonaga. Phoenix, Arizonaga. Yengil mashinada yetib borib bo'lmaydi ekan. 5-6 soat. Buni issig'ida operatsiya qilish kerak ekan. Operatsiya qila olmadimi o'sha kuni svet o'chgan Siz edimi? davom eting, keyin ular bizlar surgery qilolmaymiz. Kudi qistirgan. Mayli, ayta olmayman, endi aytib qo'yaman. Keyin ular bizlar surgery qilolmaymiz. Surgery ofislarga borish kerak dedi. Ular appointment olgandan keyin meni vertolyotga chiqarib yuborgan. Men ko'zim ochibman vertolyotni, bilmayman nimaga chiqdim. Уже Phoenix downtownga deyapman, keyin hamshira menga aytayapti, hammasi normal, biz seni Phoenixga forward qilyapmiz. It's okay, qo'rqmaysiz nimadan deyapti. Men aytayapman, bu vertolyotmi? Ha, vertolyot. Biz qayerda? Phoenix downtown. Telefonim beribdi, istoriya olib jurlarga. U aytayapti, "Sen yaxshimisan? Men yaxshi bo'lib qoldim. Nimaga meni olib ketyapsizlar?" dedim. Jar yoqasida o'lim bilan yuzlashaman deb turgan odam istoriya. Xudojon, menga iloyim bir sog'ligimni ber. Ha, agar men o'rtog'imga kadr tashlamoqchi edimda maqtanib. Kelmay qo'yaman. Yo, shu yerda ham shu o'zbeklar chiqib qolganda bu kishini qarang. Jo'ram bo'lyapti. Maqtanish kerak. Ichingizdagi anavi bir pidaraz odamcha borda, hammani ichida bor o'shanaqa shu maqtamoqchi bo'lgansizda endi. Abdurash dedi, to'g'rimi? Yo'q, undan kattaroq. Endi Ya siz mandan yomon ekansiz aka. Men shunday emasman. Maqtamoqchi bo'ldingizmi? Yo'q, men bu kishiga tashlamoqchi edim. Mana hammasi yaxshi, osmonda ketyapman, qara deb. Endi bu kishi mendan xavotir olib telefon qilganda ro'za. Azzakadan. Azdi. Ha. O'rtog'imni endi men. Keyin Ko'p bo'lmasa vertolyot ichida siz ko'zdan hamshirada Hamshirani ustida kim bor edimi ish qilib? yo'q. Hamshira haydovchi bo'ldi. Vertolyotning haydovchisi. Yo'q, Ikkovi yana bor o'chidimi? edimi? Keyin bor, keyin bor, keyin. Keyin bor. Hamshira edimi? Jahi san taraf quloq ishdan chiqdi. Da. Nima ishdan chiqqan? Quloq. Men uylanmagan degan ekanman. Uzr. Yo'q, sizni quloqingiz ishlamayapti deyapti. Firdavs aka! Rabba. Eshitibsizmi? Eshityapmiz. Zo'r. Baqir gapiring, yoshlar katta endi, baqir gapiringlar. Shunday. Xo'p, bo'lmasa, sizni oldingizda yalang'och anavi hamshira, Yo'q, yalang'och emas. kim bor hamshira? Va siz o'zingizni jannatga tushib qoldim deb o'yladingiz. Yo'q, Abdurashid. Ha, chunki men ismim Firdavsda. Firdavs jannat degan aka. Bang. Mayli. Nasib qilsa inshaalloh. Iloyim biz ham tilab qolamiz aka. Da, o'sha saunadagi narsa udayt bo'lib ketsin. Endi avvalambor tavba qilsangiz Xudo kechiradi, Ana faqat shunday. addush tavba qilish kerak. Ana Aka shunday. to'g'ri yo'lga qayting. To'g'ri odamlar bilan yurish Musofirchilikdan kerak. bunaqa ishlar yarashmaydi akajon. Yashang. To'g'ri yurish kerak aka. O'zingizga ham hamroh bo'lsin yaxshi tilaklaringiz. O'ylaysiz bor, bola chaqangiz yoningizda O'zingizga ham tilakdoshmiz. Qilmang unaqa ishlarni Shunday. akajon. Shaxsiy sanoq qilma jo'r, hay. Ha. Shaboz sanoq qilma. Shaboz. Chota qo'lingizga nima qilgan aka? Men shu qo'lingizga qarayman. Imенно o'sha Bu haromicha sanobar tishladida. Sanobar tishladi akajon. Jo'ra tishladimi yoki nimadir mayli ha. ha, muxlis o'zi tushunadi mana. Keyin opardi o'sha bilan tushirdi. Tugaydimi yo'q qachon? Yo'q, to'xta. Tugashini Qo'llarini operatsiya qilish kerak degan srochni qo'llarini operatsiya qilish kerak degan. Endi qarang aka, men qo'limni operatsiya qilish kerak. Bunga teri qo'yish kerak. Vay. Teri qayerdan olib qo'ygan bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Variant. Sanobardan olib qo'yganda emas. Yo'q. Sanobardan. Men aytdim jo'ra nimaga qapqara shunday. Bu sanobar aka. Yo'q, Qara aka. qapqara. Qara. Rozoy pochta o'xshaydi. Yo'q, aka bu birovniki tushmaydi ekan. Ha, o'zikimi? Mana O'ziniki. qara. Yo'q, Variant. Ayt. Birovniki tushmas ekan. Qayerdan olib Chunki donor bo'lmaydi qo'yganligini ekan. topishimiz kerak. Donor bo'lmaydi ekan, teriga donor bo'lmaydi. shunga mana shu qo'lini mana shag'ini tegasizlar-ku, unda qilib yuboradi birdaniga. Ha, sensor ulangan. Variant. Topdim. Chaq aytqani? Ketadi. Aka, o'ng tomondan oldimi, chap tomondan oldimi? Chap tomon. Chap tomon. Shu chap tomon bilan trakka o'tirganingizda og'ir edimi? Yo'q. Futbol Abdurashidga o'xshab yugurganimda og'riydi. Qanday aka, qanaqa qilib tavba qildim, hech kim boshiga solmasin bu narsani, hazil-hazilu. Qanday ko'tingizdan kesib oldimi o'sha shu razmerini olib. O'sha tit degan joydan emas, hech qancha joyimdan kesib olmadim, men ruxsat bermadim. Ular aytdi, agar olsak, qo'ysak izi qolmaydi. Lekin o'sha joyingda ham izi qoladi, nima agar tushmasligi ham mumkin. Ha, yaxshi Men bo'ldi. 3 kun qoldim o'sha yerda. Professionallar kelyapti, boshqa kelyapti, qo'limni ko'radi.
qilish kerak, qilmash kerak, 3,5% qilish Nima kerak. qilmoqchi ulasiz? aka ha shunaqa deng bechora butun qilyapsizlar Kasal odamni ham qilarkanmi deb o'zim shokda. shuni o'ylayapman Shunaqa kuchli dozalar berib tashlagan Aka menga. ishnada qilaman degan odam morfiy, kuchli doza unaqa narsa beradi. bergan odam bosh aylanar ekan, yurolmaysiz. Morfiy? Ha, morfiy degan narsa. yo'q. Bosh aylanar ekan. Endi yosh hamshiralar kelyapti. Sizga qichib ketyapti o'sha payt ularni ko'rib. Kichkani boshqasi emas-ku. Biron bir narsaga chiqasanmi deyapti-da. Ha, chiqaman, faqat tura olmayman desam, o'zimiz anaqa qilamiz deyapti-da, qarachi bor. Amallab boramiz, sumak qilib deyapti. Endi unaqa vaziyat bo'lmaganda aka menda bor. Bu endi hamshiralarni Amerikada bitta savol. Amerikada katta sumaklar bormi? juda ham kattalari bor ekan. Yo'q. Da. Xuddi men bu beshikda yotganda hisoblab ko'zimni yumib yotaverdim aka, boshqa nima qilasiz? Tuvakchi. Yo, tuvak emas uniki. Garshok, garshok. Tipa shunga o'xshash. Siz bitta qo'lingiz kuyib joyingizdan tura olmaydigan darajada bo'lib Chunki qoldingiz. ular hamma narsa urib tashlab, ulab tashlab, vahima qilib tashlagan. Mobilamga sizam, o'pkanga tutun yutgansan deb anaqa yuvyapti. Bo'lmasa jaydar yigitsiz. Sizga u menga hech ta'sir ham emas. qilmagan. Men ketaman deyapman, ular yo'q dedi, qolishing kerak. Nu, baribir 3-4 kun qoldim shu yoqda. Atak bo'lmadi, surgery bo'lmadi, men qildirmadim. Hammasi yaxshi bo'lib ketaman dedim. O'zlari ham ko'rdi, bo'ldi, o'zingga. Xullas menga javob berdi, men Illinoisga keldim. Orqamdan 310 ming bill keldi. 150 mingga vertolyotga, managa surgeryga forward qilganiga, ili ular kelmay aeroportga olib chiqib qo'ygan mashinada taraflarda. O'sha yerda yashaganman 3-4 kun. Qarachi surpriz keldi. vijdonsizlar shu nimani bizni hammasini tiqqanda Buni sababi nima bilasizmi? Ana saunaga borishni kasofati bo'ldi. Koreys saunaga bormaydi. mana shuga qo'shilaman Ana shu nasbozlik qilmaslik 310 kerak mingga tushdi. nasbozlik qilmaslik kerak nasbozlik Nimaga yaxshi saunaga borish nasboz deydi. Men to'g'ri ma'noda borgan-ku, massaj olgan. Endi bu kishi o'sha ko'zlari bilan ko'rganida endi chunki aziz koreys saunada erkak kishimi, boshqami avratga qarash yaxshi emas musulmonchilikda. O'shani kasbi bo'ldi. Qaramay nimaga qaraysiz? Qaramasangiz bo'lmaydi chunki. Aka, Nimaga qaraysiz? o'sha kuni sizni ko'zingiz borku, faqat konkret. yo'q aka bitta savol Bular fan solishtirganda men mana qayerda savol ha o'rta erkaklar bo'lgan-ku ayollar bo'lmagan-ku o'sha to'g'rimi? faqat erkakda. Erkaklarga qaraganda bo'ldi. O'shada solishtirib travma olganda nimaga hayot bunaqa beshan Vijdonim qiynalaverdi ancha. O'rtog'im xafa bo'ldi. Nimaga menga unaqa deganlarda. shunchalar beshavqat bo'ladimi? yo o'shani man nasbozlik qilib yoki bo'lmasa o'sha kuni ana ayollarga qarab qilaman deb o'ylayapman-da Erkaklar faqat. Erkakka qarasa yomon ekan. Erkak kishiga qaram, o'zi haqiqatan dinda ham harom ekan, erkak kishining avratiga qarash. Bu odam sen nimaga masalan videoga olgansan ana o'sha joyni aytib bering, o'sha joyni. nimaga videoga olgansan sen bunda aka bunda mani ikkitani yaxshi ko'rar ekanda. bunda mani uyatsiz sizga o'sha video kerakmi o'zi menga nimaga unaqa Sizga ikkita yoqadi ekan, ikkita tashlab mikrofon beraman, beryapman. nomer almashdik-ku, men tashlab beraman, videosi kerak. Men unga tashlab yuboraman-da buni. Yo'q, Endi ularga hozir sutib beraman Mana shu do'stimni sababchi ko'p narsani aytyapman-ku, 310 ming bill to'laganmiz. endi mana kartani 310 ming dollar. Hamma tashlasin, zavq qilsin. Ayo birinchi kamerani hal qilaylik, mana bu mikrofonni keyin potom. Yo'q, Firdavs aka, Dabba. savol. Dabba. O'sha behazil 300 qancha o'sha pulni to'ladingizmi yo bir nima qildi, nima bo'ldi u? Aka, u pulni men to'lashim uchun menga keldi xat, billari bor. O'sha Mahalladan bizani kam ta'minlangandagi spravka qilgansiz 100%. bizani traklarda 8 ta farzandim bor, 2 ta yarim xotinim bor. ishlamaydi kimda kim Amerikaga kelayotgan bo'lsa, trakka Yoki chiqish niyat birinchi bilan guruh keladi invalid baribir. bo'ldingizmi? O'shalarga maslahat beraman. Qaysi kompaniyaga ishga kirsa ham birinchi o'rinda application insurance bor. O'sha application insurance policy nomerlarini olib, o'sha application insurance o'sha insurancega har doim to'lovlarni qilib yurish kerak. Menga 310 mingda application insurance to'lab berdi. Wow. amerika Yashasin номер один Amerikaning plyuslari shuda. Zato men vertolyotda uchdim. aka shunday man yo'q avtomobil vertolyotda eshiz borku Vertolyotda? kayfropa bor Kiymayapti. ha ko'zim ko'ryapti Yo'q, bundan yo'q-ku. ko'zim ko'ryapti mana bir vertolyotda chiqsam yaxshi bo'lardi Firdavs aka ajoyib. Xo'p, Aka,
Sizdan nima gaplar bo'lgan aka? Siz ham gapiring. Menda hamma istoriya mana bunda. Yo, biz bilan Nima sizlar birga yashaganmisizlar, uylanishdan oldin birga yashaganmisizlar? Yo, she'rda tanishganmiz. Birga She'rda ishlaganmiz tanishib, she'rda bitta kompaniya. sevishib, hammasi Toshkentda kompaniyalar bitta kompaniyada ishlaysizlar. Ishlaganmiz. Qanaqa biznes qanaqa ketyapti aka? Nechta trak bo'ldi endi? Ahvoli ko'ryapsiz aka? Shu durdash qilyapsiz parallel. Endi biznes ahvoli butunlay bad ekan lekin. Yomon, Shu yaxshi emas, market yaxshi emas. Shu Trump o'yladik, yaxshi qiladi deb mashinalar oldik, uylar oldik. Avlodingizda ko'p xotinliklar bormi? Bor. Sizda nechta erkakchasi? Menda hozircha bitta niyat bor. Hozircha Yaxshi chunki niyat. Dalshi ham yaxshi. da. Yo, nimaga? Dalshi ham bitta. Ha, unaqa niyat hammada ham Nimaga bo'lishi unaqa? mumkin, lekin Samandar aka. Hozir возможно sal qiyin. Hozir men Azzakaga aytyapman. U kishi hali bitta bor deyaptilar. Bu kishi aytyaptilarki, dalshi ham bitta deyaptilar. Yo, bu Nimaga sizga qarshilik qilyaptilar? Bular shu etapdan o'tganda, bular ham bitta bo'lgan. Hozircha deb o'ylaganlar, keyin qarasa bu postoyanno baribir bitta bo'lar ekanda, o'sha ularda ham baribir. Iloji yo'q ekan. Firdavs aka, bu yaxshi narsa, yaxshi niyat qilyaptilar. Men ayolimni yaxshi ko'raman. Ayolimni yaxshi ko'raman. Aka, Men ayolimni yaxshi aka ko'raman. ketdik biz. Gapiring. Bu kishini bilganim sababi bitta deganim. Toshkentdamiz, O'zbekistonda borganmiz, dam olib yuribmiz. Biza Toshkentda uyda yana odam bor edi. Prosta birga yotibmiz endi va bitta xonada. Ana shu gap aytyapman. Bular aytmadi lekin. Nima deb o'ylaysiz? Bular gapirmayapsiz lekin. Gapirganim yo'q aka. Noto'g'ri tushunmanglar. Noto'g'ri tushunmanglar. Biz hammamiz to'g'ri tushunadigan odamlar ekan, tempo. Ha, bular. 100% to'g'ri tushunadigan odamlar. Keyin bu kishiga nimaga bitta bo'ladi deganim, bu kishiga oqshom telefon bo'lyapti Amerikadan. Bitta bo'ldimi? Ayollar, Samandar aka ayollar telefon qilyapti-ku bu kishini. Ayollar telefon qilyapti bu kishi endi. Telefonni olyapti-da. Kim bu? Telefonni olyapti-da, alo deyapti-ku. Alo deyapti, men eshitayapman-ku yonida turib. Men nariga borib gaplashaman. Naryoqda qizlar bor, qizlar oldida qanday gaplashasiz? Ayol o'zi sirazi FaceTime qilyapti telefonida. Erkak massajxonaga borib, erkaklarning davrasida sizlar qizlarning oldida hayajonlanib yo'lasizlar. Bu kishiga FaceTime'da telefon keldi-ku, bu kishi vannaga qarab, pravoy. Sizni totib o'tlarmi? Yo'q. Men aytdim, vannada ayollar bor dedim, bu kishi mana bunday menga qaraydi-yu, yana chopyapti-da. Shunaqa chopyapti. Sizga qaragani, o'sha payt ko'zning oldida siz ko'rinib ketgansiz, vijdoni qiynalgan. Nahotki do'stimga xiyonat qilaman. Mayli deb dardib ketdi. Yana bitta varianti, baba ona shedan qo'rqadi deb ayta olmaymiz-ku, hurmat qiladi ekan. Bu kishi xotindan hurmat qiladi ekan. Qo'rqmasdan mana kamerani oldida aytayapti. Xudo xohlasa yana boshqasiga niyat bor deyapti. Siz nima deyapsiz? Chiqib olib berga. Men xotinimga xiyonat qilmayman, men xotinimni yaxshi ko'raman. Point ro'sbet ochib. Bo'lgan endi aka bo'ldi. Mazasi Bep beradi shu narsani. Bo'ldi. Bo'ldi, borga baraka. O'shandan mol bozorda dallollik qilmaganmiz aka. Ha? Ishlamayapti qo'l aka bular. Qo'lim kesilgan aka. Bu kesilmagan lekin aka, bu kesilmagan. Shu qanji qanavi sanobar tishladi dedim-ku. Nimaga ishonmaysiz Bu aka? kesilmagan aka, buni yog'lab yurish kerak-da qo'ldagi. Yog'lab? Ha, yog'lamagansiz buni. Aka u yomon joyga chiqmaydi lekin yog'lab yurish uchun. Yog'lamay yuradilar. Yo'q, mana qo'llarni. Yo'q, aka, qo'lingizni oling endi. Bu yerda qarang, bir 5 ta kamera turibdi. Azaka maya qayda? Azaka. Qo'lni yog'lash, bunaqa narsalari bor-ku, boshida qiynaydi, iltimos. Kerak emas qo'llar yog'lash. Biz bunaqa normal shouda bunaqa. Da, fantastik shou. Bu albatta hazil, hammasi hazil. Bu o'rtog'imiz bilan bunga prosta o'yinni ayta olaman, bitta ikkita bo'lmaydi. O'zi ba'zi xotinlarni yaxshi ko'radi, hurmat qiladi. Shu qatorda biz ham shu kishidan o'rnak olib yurishni hammamizga nasib qilsa, mana shunaqa oilani boshi bo'lish. Boshqa narsani boshi bo'l degani yo'q-a? Bu kishi, yo'q, to'xtang aka. Hozir o'zingiz gapni ochib qo'ydingiz. Bizga ham nasib qilsin. Oilani boshi bo'lish. Aka,
Ikkinchi chefliklarni tan oldilarda oilani boshi bo'lish bizga ham nasib qilsin deyaptilar. Bu kishi boshi bo'lsa siz nimasiz akajon? Ha aka, siz nimasiz siz oilada hozir? Bu kishiga o'xshagan demoqchi, namuna olish kerak demoqchi. Ko'raman deb o'zingizdan bir nima yoqib oldingiz. Hozir aytayapsiz, iloyim shu kishiga o'xshab biz ham oilani boshi bo'lish nasib qilsin deyapsiz. Hech bir matematikaga ham to'g'ri kelmayapti-ku. Mana shu kishidan o'rnak olaylik demoqchiman burasida. Bu kishi juda namunali erkak kishida, borki, bari telefonda ham FaceTime'da gaplashadi postoyanno. Hamma o'zini oilasi. Atrof ko'rsatib. Aka, u sharmanda qildingiz-ku. O'sha taraflarga havas qilaman demoqchiman. Telefonni bittada ko'taradi. Bittada ko'taradi telefonni. Oqshom 8 dan keyin yurmaydi. Telefon chaqirasiz FaceTime'da. Mana shu yerda show bo'lyapti, kamera ushlab turish kerak deysiz. Keladi, yaxshi ko'radi kamera ushlash. Ya lekin kamera ushlamadilar lekin baribir. Ha, ushlamadimi? Yo'q. Keyin bu kishini bitta yomon odati bor, sal jahilchisi bratishki deb yuboradi. To'g'rimi? Azzaka juda Davomini o'zlari eshitamiz. Boshqalarni urmadilar, ikki tomonda. Nimani Qo'rqaringda. Qanday bo'lgan o'sha? Xo'p, bitta savolim bor Azzaka. Aha, savol ber. Sizni o'zi yaxshi aytdi, oilada bo'sh deb. Xo'p. Siz do'stingizni qanaqa Nima? tasavvur qilasiz? Bu kishi oilada nima, boshmi yo boshqa joy nima bu kishi? Mana keling savol sizga. Bu fantastik show oila o'ziga. Bu meni o'rnimga javob ber. Shuni aytayapman-da. Aka mayli. Nima uchun shu ayollar? Nima aka? Jo'ra. Bora. Firdaus. To'xtang, o'zingizni bosing. Menga savol beryapti. Men javob beraman. Trakda ham birga ishlaganmisizlar? Yo'q. Yo'qmi? Sizlar tim emansizlar? Ya. Tim driver bo'lib yurmagansizlarmi? Ya. Bitta uyda o'sha faqat Prosta bitta Toshkentda bitta ko'ngli Katninsada ochiq, bir yaqin kun jo'ra. qolgansizlarmi? Uyda. Buni uyda mehmon Kimni bo'lganman. uyda? Meni uyimda. Buni Tushunarli hammasi. O'zi shu darajaga kelibdi. Qarang. Qachon boshqa kvartira olib chiqib keting, jo'rajon, iltimos sizdan. Agar hozir o'sha uyni devolini tilib bo'lganda nimalarni aytib berardi-ya? Nimalarni aytardi u devol? Albatta fantastik show. Mazza qilyapmiz lekin. Fantaziyalar juda yaxshi ishlaydi bu yerda. Fantaziya demoqchilar. Yo'q, endi Fantastik show fantaziyalari. Atmosfera zo'r. Firdavs aka. Fantastik show fantaziyaga bor. menga Firdaus gapirishga Amerikada- qo'ymayapti. Men endi bir narsa demoqchiman, o'zi tiqilyapti. Chunki sizni nimalaringiz bizga juda ham qiziq. Nimam? Fikrlaringiz. Xo'p, gapirmoqchiman, bermayapti-ku Yo'q, bo'ldi, gapirishga. gapiring aka, eshitamiz. Mana fursat ekan. Nima savol edi? Tushunmadim. Amerikada bizga Men endi xohlagan bunaqa ishlaring qilaverasizlarmi? nima qilay? Yo'q, ben o'zi tutib turavering. Yaqin og'zingizga mana bu yoqqa tushib turing deb. Yo'q, mikrofon. Bagabir bag bo'ldi aka. O'zingizga olmang. Aka, Chota, temalaringiz yo'q. bitta maslahatim Laba. bor aka. Laba. Bu odamdan uzoqlashmasangiz 102 bo'lmay bir umr dordashchi bo'lib Shuni o'ylab turibman chota, oxirgi kun. Akajon, aka, iltimos. Birdaniga tegdi, nima bo'ldi? To'qirdi. Oldirib qo'yibsiz aka o'zingizni. Oldirib qo'yibsiz ancha o'zingizni. Oldirib qo'yibman. Siz ham oldirmas, ertaga Mahmud Barushevga bor. O'shanga ham pul yo'q. Bu haqiqatan kiyimlaringizni isib qo'yibdi aka. Jo'ra degan shunaqa bo'ladimi? Yo, ertaga Mahmud Barushevga gaplashib qo'yganman borib. Max Mutkami? Max Mutgami? Ha. Max Mut. April'dagi shu boring. Adresini mana shu kamerada ko'rsatib qo'ysalaringiz. Net. Da, o'shanga boring sochlaringizni olib qo'yadi aka. Nima jo'rangizdan kutmang yaxshilikni. Jo'rangiz sizni yaxshi Yo'q, qilmaydi. meni yozib ketavering hozir. Azzaka, O'tkazasizmi? Bo'ldi. sochingiz yuvilganmi? Hozir yuvib kelyapsiz aka. Bu yerda bizni shuncha kutib o'tirdik. Nima sizni bor aka. edi? Dush bormi bu yoqda? Yo'q, dush yo'q. Siz Yumasdan. cho'milib bemalol keldingizmi aka? Yo'q, men Biz aslida 40 minut Durdashga kutib chiqdim o'tirdik. men. Biz ovqat kutdik Vaqtim aka. allamahal bo'lib Vaqtim qoldi. allamagal bo'lib qoldi. Vahshiy fantastik show bo'ldi. Atmosferaga gap yo'q. Ye, Juda bunaqa ham gaplarni qiziqarli bo'ldi. Sizni bu gapingiz bo'lgan shunday yoqib tushdi Samandar akaga bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Hamma narsa boshi bo'lganda oxiri ham bor. Mazza qildik. Yana kelishamiz. aka. Eng 5 qizig'i minut, bu yerdagi 5 bo'lgan minut. gaplar hammasi hazil, qo'shilgan gaplar. Chinda ham Vertolyotda bor. uchganingiz ham hazil? Yo'q, u hazil emas, boya qo'shilganlari. U koreys samonaga bormanglar, yana bir marta aytamiz. Aka, Labbay. rostdan samovar sizlarning mahallada Yo'q, bu kishi samovarni izlayapti. Samovarmi, sanovarmi, men bilmadim. Agar Samovar demadingiz, topsangiz yaxshi. yordamlashingiz, bu kishining akkaunti bor. Anchadan beri so'rayapti. Hammani kelish taklif qilib qolamiz. Juda ham fantastik
atmosfera zo'r. Hamma narsa bir mazza qildik. Agar Tilak bildiring. Showni sizmi olib boruvchisi? bugungi fantastik showimizni yangi boshlovchisi. Hammamiz ketsak ham bo'ladi. Yangi boshlovchisi. Ura! O'zi eplaydi. Rahmat qilganingiz uchun. Turinglar ketdik asta. Ketamiz. Yo, eshitamiz Aziz aka. Sizlarga ham tashrifinglar uchun kattakon rahmat. Gap yo'q, kelibsizlar. gap yo'q. Biznesinglarga omad. Rahmat. Kattakon rahmat Aziz aka. Firdavsga kattakon rahmat. Bizlar birinchi olingan showimizda akalar bilan ozgina shu texnik muammolar sababli o'chib ketib qoldi. Lekin ikkinchisiga yo'q demasdan keldilar. Kattakon rahmat Aziz aka. No problem. No problem. Kattakon rahmat. 8 marta telefon qildingiz, hay mayli. Endi Uzr nima deydi ular? Shu kelgan uchun rahmat. Yana chaqirsalaringiz kelamiz. Albatta, bundan keyin Vaqt Yo, topib, aka. vaqt Bu topib. safar o'zingizni chaqiramiz. Shunday. Faqat bu odam bilan kelmaymiz. Ko'p gapirib bordi. Bu kishini qo'ying haqiqatan uncha. Lekin show qiziq bo'ldi, show. Firdavs aka katta rahmat, xursandmiz aka. Firdavs showni qiziq qildi. Vaqt ajratib